Aziz birodarlar, hozir boshidan qo'ymaslikka qaror qildik. Oxiriga qo'yamiz. O'tkazib olmay oxirigacha ko'rasizlar degan umiddamiz. Bu Mustafa ukamiz, Qori ukamiz 14 yoshga kirganiga qaramasdan, alhamdulillah Allohning fazli tavfiqi bilan qori. Hozir bu ukamizni qiroati ham juda go'zal va ovozi ham juda go'zal. Videoni oxiriga o'qigan qiroatini, Qur'onini inshaalloh videoni oxiriga qo'yamiz. Oxirida eshitib maza qilasizlar inshaalloh. O'tkazib olmaydi. Aziz birodarlar, alhamdulillah Allohning fazli bilan bolalar madrasasiga yetib keldik. Bu yerda yosh va yosh kattaroq bolalar Qur'on ta'limini olishadi, qori bolalar va qori bo'lib yetishtirib chiqaradigan madrasaga yetib keldik. Mana bu madrasada hozir aziz birodarlar 40 ta qori bolalarga uylariga, oila a'zolari bilan iste'mol qilishlari uchun 40 ta oilaga yetarli oziq-ovqat produkti deb qo'yadi. Shu oziq-ovqatlarni olib keldik. Inshaalloh video davomida ko'rib boraverasizlar. Haligi oziq-ovqatlarni hozir birodarlarga, yosh bolalarga, qorilarga inshaalloh tarqatamiz. Yana aziz birodarlar, ma'lumot o'laroq aytib o'tsam, bitta karobga taxminan $20 atrofida produkta qilingan, oziq-ovqat qilingan. Ayrim birodarlarimiz tomonidan iminnoy qori bolalarga, talib ilmlarga va madrasalariga, shu talib ilm qori bolalarni madrasalariga, oila a'zolariga oziq-ovqat tarqatishligimizni so'rashdi va yordam qilishdi. Allohning izni, Allohning fazli bilan shu birodarlar sabab 40 ta shu qori bolalarimizni oila a'zolariga oziq-ovqatlarni olib keldik. Inshaalloh video davomida jarayonida ko'rib boraverasizlar. Oziq-ovqatlarni 40 nafar qori bolalarimizga, rijollarga inshaalloh tarqatamiz. Aziz birodarlar, mana bu qori bolalarimiz yotib dam oladigan joylari, xonalari ko'rib turganinglardek 5 yulduzli mehmonxona bo'lmasa ham yokida bir madrasani toshlari, anu qimmatbaho toshlardan qurilmagan bo'lsa ham, oddiy faqirona bo'lsa ham, shu yerda yotib turib ham qori bolalar yetishtirib chiqarilyapti. Qori bolalar yetishib chiqyapti, alhamdulillah. Hozir aziz birodarlar, ustozlarga ijozat so'rash maqsadida bolalarni turg'izib oldilariga o'sha oziq-ovqatlarni taxlab turib suratga olsak, videoga olsak bo'ladimi desak, ijolat bo'ldilar-dek kulib, bu qori bolalarni ruhiyatiga ham, izzatiga ham, olayotgan ilmiga ham to'g'ri kelmaydimi deb o'ylayman. Deb turib, ya'ni tushirishga boshida osonlikcha rozi bo'lishmadi. Biz keyin aytdikki, to'g'ri tushuningmiz ham. Yordam qilgan birodarlarimiz bor. Ularga qanchadir dalil o'laroq videoga tortib olishimiz kerak bo'ladi desak, keyin mashinadan tushirib o'zligi olib kirib ketishadi. O'sha holatda suratga olinglar unda deyildi. Shunga kelishdik. Shu tartibda hozir oziq-ovqatlarni tushirib tarqatamiz inshaalloh. Eslatib o'taman, 40 ta qori bolalarni oilalariga, oila a'zolari bilan yeb ichishlariga produkta, oziq-ovqat tarqatiladi inshaalloh. İnşallah. Kaç yedi bu? Hozir mana bu arzon oziq-ovqatlarnidir. O'zlarini, dinlarini olayotgan ilmlarini alishtirib qo'ymasliklari uchun ham ustozlari mana bu narsadan to'sdi. Illa marahim robbi, hozirgi kunda ba'zi bir domlalarni deymizmi, qayerga borganini ko'rmaylik, osh, zo'r shikolatlar, iPhone 15 Pro'lar, eng zo'r oxirgi anu nafikkalar qo'yilgan stollarda o'tiradi. Illa marahim robbi. Alloh rahim qilsin. Mana shu narsalardan to'sish uchun ham bu ustozlar bizga ijozat bermadi. Shuni bir tomon bunisini o'ylamasdan bizga ijozat so'rabmiz. Bu narsaga ijozat bermagani uchun ham biz juda ko'p tomonlama xursand bo'ldik. Va rozi bo'ldik. Shunday tushirib qo'yamiz. Suratga olamiz, bo'ldi. Ketaveramiz. Alloh rozi bo'lsin. Bu bizdan aziz qori Allohning ilmini erta-yu kech olishga sarf qilayotgan, uylariga 2 marta borar ekan oyiga. Erta-yu kech umrlarini, vaqtlarini Allohning ilmini, dinini o'rganishga sarf qilayotgan bizdan da aziz birodarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bularga ta'lim berayotgan ustozlaridan va bularga ehson qilgan birodarlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh rahmat eylesin.
Aziz birodarlar, alhamdulillah ehsonlarni o'z egalariga, qori ukalarimizga yetkazdik. Mana bu ehsonlarda, yaxshiliklarda kim o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, Afrika va G'azo ahli va Shom ahliga kim yordam qilmoqchi bo'lsa, Muhsin xayriya fondi orqali o'z ehsoninglarni yetkazsanglar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalardan rozi bo'lsin. Alloh bu yaxshiliklarni qilishinglarga tavfiq bersin. Alloh barchamizni haqda sobit qadam qilsin. Aziz birodarlar, alhamdulillah mana bu qori 40 ta qori rijollarga oziq-ovqatlarimizni tarqatib bo'ldik. Eslatma o'laroq aytib o'tmoqchi edimki, mana bunday madrasalar juda ko'p, oylik chiqimlariga ehtiyoj bor. Mana bunday madrasalarni kim o'z qaramog'iga olmoqchi bo'lsa, kim yordam qilmoqchi bo'lsa, bunday madrasalar eslatib o'taman yana juda ko'p. Muhsin xayriya fondi orqali o'z ehsoninglarni, yordaminglarni yetkazsanglar bo'ladi inshaalloh. O'z qaramog'inglarga olsanglar bo'ladi inshaalloh. Alloh barchalardan qabul qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, ukamiz Mustafa Xudru qori bola, yoshlari 14 yoshda. Hozir Mo'minun surasini o'qib beradilar inshaalloh. Eshitib maza qilasizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.